Mehmonimiz Temurbek Rahmatov, Arkansas universitetining doktoranti, PhD studenti, hozirda education bo'yicha ilmiy izlash жұмыslarini olib boryapti, grant tekarida o'qiyapti. Kanal mag'zalarini shunday o'sha yerda qatnashuvchilarga Amerikada o'quvga topshiruv, o'quvga kiruv, grant o'tib oluv, viza masalalari bo'yicha o'zining tajribasi bo'yicha maslahatlarni beradi. Temurbek o'sha yerdasizmi? Davosim esilib turibdi qo'ya hammaga. Assalomu alaykum. Davosingiz esilib tur. Yaxshi esilib. Rahmat ko'p. Temurbek o'sha yerda hozir qo'shiladi. Temurbek, mikrofoningizni ochavering, keyin videoni ochaverasiz. Assalomu alaykum. Kompyuterdan kirdim, nimagadir tushunmadimmi yo MacBookdan birinchi marta kirayotgandim nimaga? Ovozim ishlayaptimi hozir? Ishlayapti ovozingiz. Assalomu alaykum. Men shu telefondan kirishim kerak shekilli, kompyuterdan o'xshamadi nimagadir. Assalomu alaykum hammaga. Ismim o'zbekcha gapirsam bo'ladi, aka? Albatta, tushunamiz, hamma tushunadi. Problemash yo'q. Temurbek, assalomu alaykum. Birinchi o'zingiz haqida ozmoz informatsiya bersangiz, keyin prezentatsiyangiz bo'lsa, keyin ko'rsataveramiz. Bo'ldi. Endi eshityapman sizni ovozingizni. Boya ovozingizni ham eshitilmay qoldi menga nimagadir. Xo'p. Endi shu boya o'ylab o'tirdim. Nima maslahat bersam bo'ladi so'ragan odamga deb. Endi men prezentatsiya qilib yurmaganman. Bu bunaqa narsalar to'g'risida birinchi marta kimgadir gapirib berishimga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun unchalik qanaqadir bir chiroyli strukturaga solib gapirib bera olmasligim mumkin. Lekin agar keyinroq mana kimlardadir aniq bir savol bo'lsa, shu savollar ustida gapirib bersam ham bo'ladi. Lekin bir ikkita narsalar hayolimga keldi. Umumiy maslahat sifatida kimdir agar o'ylab yurgan bo'lsa, topshirishni boshqa shularni bir gapirib bersam, keyin mo'shda siz menga savol bersangiz yoki siz biror bir qanaqadir yo'nalish bersangiz, shunaqa ketsak bo'lsa kerak. Kelishib oldik, Temurjon. Rahmat kattakon. Menimcha sviyaz ham yaxshi, eshityapti sizning ovozingiz ham.
O'zingiz haqida, backgroundingiz haqida qisqacha informatsiya bersangiz avval. Ho'p. Men o'zi Surxondaryolikman. Biz 9-sinf tugatgandan keyin Toshkentga oilaviy ko'chib kelganmiz. Interhouse degan litsey bor Toshkentda. Shu yerda aniq fanlar bo'yicha o'qiganman. Keyin Westminster universitetida o'qidim. Ekonomika yo'nalishi bo'yicha davlat granti asosida. Westminster universiteti tugatgandan keyin O'zbekistonda Amerikani RTI degan tashkilot loyiha qilayotgan edi. USAID AQShda nimasi orqali, AQShda fondi orqali finansirovать qilingan proyekt bo'layotgan edi, ta'lim sohasini reform qilish bo'yicha. O'sha proyektda ishladim, mutaxassis bo'lib. O'sha proyekt davomida nimalar qildik? Tadqiqotlar qildik, prezentatsiyalar qildik. Keyin proyekt davomida bir marta prezentatsiya qildim nimaga kelib, AQShga kelib, bitta konferensiyada. Keyin o'sha proyekt tugadi. Proyekt o'zi tugashiga yaqin qolganda men aniq shunaqa bir nima keldi hayolimga. Endi ancha-muncha o'rgandim, nima praktika qanaqa ekanligini. 3 yillar ishladim o'sha tashkilotda. Praktika qanaqa yuz beradi, shular to'g'risida bir tushuncha paydo bo'lgandan keyin hayolimda o'sha universitetga yana qaytish kerak, endi to'g'ri vaqt keldi, yana universitetga qaytib o'qisam bo'ladi degan fikr bo'ldida menda. Keyin universitetlarga topshirishni boshladim. Bir nechta universitetga topshirdimda javoblar keldi. Shu Arkansasga kelib qoldim keyin. Qisqacha. Temurbek, rahmat kattakon. Streamga so'rovimga javob berib, rozilik bildirganingiz uchun, albatta qimmatli vaqtingizni tejab, shu yerdagi kanal a'zolariga qimmatli ma'lumotlarni birgalikda beramiz degan umiddaman. Endi sizga savolim shundan iborat. Siz iqtisodiyotni bitirdim dedingiz. Hozir ta'lim bo'yicha, ta'lim menejmenti bo'yicha ilmiy tadqiqot qilyapsiz. Sohani o'zgartirish qanchalik qulay yoki bo'lmasam zarur hozirgi zamonaviy ta'limda, zamonaviy ish o'rinlarida, zamonaviy ishlashda, zamonaviy kompaniyalarda ishlashda sohani o'zgartirish qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Soha o'zgartirish endi lekin nima bo'lish kerak, baribir odam gibki bo'lish kerak. Bir xil sohalar juda узкий направление, ularda o'qish uchun nimangiz aniq bo'lishi kerak-da. Rejangiz, shu qiziqishingiz aniq bo'lishi kerak. Men bu misol uchun bir xillar nima bo'yicha o'qiydi-ku, bir juda узкий направленияларда o'qiydiganlar bor. Misol uchun kinder bog'cha ta'limi bo'yicha o'qiydiganlar bor yoki agrosanoatda ham bilmayman qanaqadir узкийroq направленияларida bakalavrdan boshlab o'qiydiganlar bor. Bunaqa yo'nalishlarda o'qigan odam aniq bilishi kerak-da, nima shu haqiqatan kerakligini o'ziga. Ertaga men haqiqatan shu yo'nalishda ishlayman degan nimani. Lekin bir xil направлениялар bor, ancha keng. Misol uchun iqtisodiyot, matematikani o'qiydiganlar bor. Bular keyinchalik biror bir boshqa yo'nalishga poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Boshqa yo'nalishga ketish oson. Misol uchun men o'qiyotgan yo'nalishimda hozir ta'lim menejmenti deyapsiz-ku, bu ekonomikadan kelish bu yo'nalishga nima emas. Noodatiy emas. Ekonomika orqali shu yo'nalishga kelganlar ko'p. Matematika yo'nalishidan o'qib kelganlar ham bor. Chunki bu yo'nalishlar nima umumiyroqda, keyin sotsial fanlarda fanlar uchun ekonomika zo'r poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu to'g'ri keldi menga. Men shunda bunday olib aytganda yo'nalishimni o'zgartirdim ham deb ayta olmayman-da. Men mana shu o'qigandim ham, hamma o'qigan, bakalavriada o'qigan narsalarimni ishlataman hozir. O'sha tadqiqot qilish, ma'lumotlar tahlil qilish,
kabi narsalarni juda zo'r to'g'ri kelgan meni yo'nalishim. Shunda boshlang'ich bakalavr agar universitetda o'qimoqchi bo'lsa, umumiyroq biror yo'nalishda o'qigan to'g'riroq bo'ladi. Shunda odam hozirgi mana o'zgaruvchan zamonda biror bir qanaqadir yo'nalishlariga nima qilib ketishi mumkin-da, o'tib ketishi mumkin bo'ladi menimcha. Lekin agar узкий направленияni tanlansa, bakalavrda o'sha odam aniq bilishi kerak-da, o'sha bakalavrda o'shani shu men uchun shu keyingi ishimga mana shu yordam beradi degan. Nima bo'lsa, keyin bir xil yo'nalishlarga umuman kerak emas bakalavr ham, magistratura ham. O'shani ham odam o'zi bir o'ylab ko'rish kerak-da. Hozir mana IT sohasining bir xil yo'nalishlari bor. Ularga unaqa universitet ta'limi kerak bo'lmasligi mumkin. Shunday o'ylab ko'rish kerak odam. Yaqin kelajak, uncha uzoqda o'ylab bo'lmaydi. Yaqin kelajakda qiziqishlarini o'ylab ko'rib, qaror qabul qilish kerak-da. Rahmat kattakon, men bilaman, Westminster universitetida bir domlamiz bo'lardi, Tursun Shodiyevich degan. 60 dan oshganda Westminster universitetiga ishga topshiradi, professor o'zi. Lekin ishga olmaydi. Nima sababdan deb nima qilsa, diplom o'tmaydi O'zbekistonda. Undan keyin u Amerikada 60 dan oshgandan keyin ingliz tilini o'rganib, Amerikada 60 yoshida professor magistraturani bitiradi. 1 yil 2 yil bitiradi. Undan keyin professor sifatida Westminsterga ishga kiradi. Keyin zaf kafedra bo'lib ishladi. O'zingiz ham tanisangiz kerak, rahmatli bo'lib ketdi. Til o'rganuv hech qachon kech emas. O'quv hech qachon kech emas. Siz 40 dasizz va 50 dasizz va 30 dasizz va 60 dasizz va hech qachon kech emas. Главный maqsadi bo'lsa bo'ldi odam. O'zbekiston Respublikasining oliy ta'limdan keyingi ta'lim to'g'risidagi 304-qarorga muvofiq bakalavrda tugatgandan keyin ba'zi bir hollarda doktoranturaga topshirish imkoniyati bor. PhD yo'qlash, doktoranturaga topshirish emas. Lekin Amerikadagi universitetlarda bakalavrdan keyin to'g'ridan to'g'ri doktoranturaga topshirish imkoniyati bormi? Bor. Agarda nima bakalavrdan keyin to'g'ridan to'g'ri yo'q. Misol uchun shunday bakalavrdan chiqib kelib magistraturani o'qimasdan birdaniga PhD ga o'tib ketaman degan odam juda bir noyob odam bo'lish kerak-da. Bakalavrda juda ko'p ish qilgan bo'lish kerak. Tadqiqotlar qilgan bo'lish kerak, publikatsiyalar qilgan bo'lish kerak. Unaqa odam bo'lmaydi-ku. Qiyin-da unaqa qila olish bakalavrda. Men o'zim bilmayman shunaqa odam borligini. Lekin men shunaqa qila oldim, chunki men 3 yil o'sha tadqiqot institutida ishladim-da. U institut tadqiqot instituti loyiha qilyapti, to'g'ri, lekin juda ko'p tadqiqot qilingan o'sha loyiha davomida, publikatsiya qilganmiz, o'sha chop qilingan o'sha ishlar. Men shu xuddi magistraturani o'rniga ko'rsata oladigan narsam bor edi-da. Shunda to'g'ri keldi, haqiqatan doktoranturaga oldi. Lekin agar mana shu ishim bo'lmaganida, ish qilmaganimda doktoranturaga olmasdim men. Keyin bir xil universitetlarda bor, magistratura drop doktorantura programma bor-da. Shu magistratura doktorantura qo'shilgan. Birdaniga ikkita digrini ham olasiz shu o'qiganda. Shular ham bitta variant, tez sakrab ketaman degan odam uchun. Agar cloudingizda prezentatsiyangiz bo'lsa yoki bo'lmasam kirish imkoniyatingiz bo'lsa, share qilsangiz bo'ladi bu yerda. Imkoniyat bo'lsa, telefoningizdan bo'lsa ham. Men hozir kompyuterda prezentatsiyam yo'q-u. Endi auditoriyani bilmayman, aynan ta'lim sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa, shu bizni nimani ko'rsatishim mumkin. Men hozir kompyuterdan yana bir bor harakat qilib ko'raydi, qo'shilishga. Ungacha men kanal a'zolari bilan gaplashib turaman. Agar so'rovlaringiz bo'lsa, so'rov bersangiz bo'ladi, chatda yozsangiz, so'rovlaringizni Temurbekka berib turamiz. Endi Amerikada o'quvning ayirmachiliklari. Bakalavrga topshiradigan bo'lsangiz ham topshiruvga bo'ladi, magistraturaga, doktoranturaga. Bu yerda SAT imtihonidan o'tishingiz kerak.
қосымша өзіңіздің CV-ңізге қарап, motivation letterіңізге қарап, қалеген университетке тапсыруға болады. Университетке тапсырғанда біріншіден қанегелік таңламайсыз, құр оқуға тапсырасыз, қанегелікті қалеген уақытыңызда өзгертуге болады. Себебі бірінші курста, бірінші, екінші курсларда STEM пәнлері өтіледі, математика, биология, химия, Американың тарихы, сондай бір 6-7 предмет бар. Осыны меңгеріп алу керек. Барлық қанегеліктілерге зәрури бұл пәнлер. Осы пәнлерді оқып жатырып, қалеген тарауға қызықсаңыз, сол тарауды таңлап, сол қанегелікті таңлап кету мүмкіндігі бар. Бұл бірінші тарапы. Екінші тарапы, Америкаға тапсыруда біріншіден әрбір университеттің сайтына кіріп көре беру керек. Егер мәселен тапсырып болғаннан кейін грант ұтып алу, бұл университеттің грантлары болуы мүмкін, федеральный бюджеттің грантлары болуы мүмкін, штаттың бюджетінің грантлары болуы мүмкін. Сондай-ақ шетел студенттерге кем тәмінленген сияқты әрқилы тараулар бойынша болуы мүмкін. Аял қызларды қолдап-қуатлау бойынша мәселен әрқилы фондлар бар, осы фондлар арқылы сайтларына кіріп тапсырсаңыз болады. Бұл Америкаға тапсыруда ешқашан асықпау керек. Бірінші жақсы жоба түзіп алу керек. Мәселен, 11-ші класты біткеріп отырған болсаңыз, ол біткере сала оқуға тапсыру шарт деген емес. Мәселен, SAT емтихан тапсырмаған болуыңыз мүмкін. Бір жыл давамында соған таярланып, соны тапсырып алыңыз. Duolingo тапсыруыңыз мүмкін, IELTS тапсыруыңыз мүмкін. Сондай-ақ университеттер бойынша іздетілеу алып баруыңыз мүмкін. Университетке тапсыруда Common App деген app бар. Play Market'тен алсаңыз болады. 70-80 вариант болады сізді қалеген университетке тапсыру. Сайт арқылы тапсырсаңыз, бірме-бір тапсырасыз. Сондай-ақ визада да ондай қиыншылықтар болмайды. Егер сіз хақиқатында да оқуға кірсеңіз, хақиқатында да сіз грант ұтып алсаңыз, әлбетте виза беріледі. Тапсырмалары бар, сізді зерттейді, қандай адамсыз, Америкаға не мақсатта кетіп баратырсыз. Сондай-ақ және айтатын жері, бұл жерден оқуға кірді деген қағазыңызды алу керек бірінші. Екіншіден жатақхана, немесе квартирамен тәмінленген болуыңыз керек. Бірінші келу үшін Тимурбек болды ма? Bemalol gapiravering aka, men nimada kirdim, planshetdan kirdim. Share screen qilsangiz bo'ladi. Undan keyin yana bitta narsa, yana bir narsa, birden grantga sen qoluv shart emas. Amerikada o'qiganda, masalan, dim bo'lmaganda bir semestrga жететұғын, masalan, kontrakt bo'lыңыз. Amerikada universitetlar, masalan, prestijli universitetlar, Garvard, Oxford, yamasa Yale universitetlari de kontrakt pullar qimmat bo'lishi mumkin. Stanfordda, biroq regional shtatlardagi boshqa universitetlarda uncha qimmat emas. Ardan universitetlar ko'p. Kelib olib birinchi kontraktingiz to'lab, keyin scholarshiplarga kelgandan keyin topshirsangiz bo'ladi. Masalan, kelib жайғасып алғаннан кейін мүмкін жұмыс істерсіз. Және бір жерлесіміз бар, осы университетте істейді. Бөлім бастық болып есептелінеді, студенттерді қолдау-қуатлау бойынша Қарақалпақстаннан. Оның менен стрим өткереміз, Құда қаласа. Одан толық информация аламыз. Себебі, егер бакалаврды біткерсеңіз, Америкада оқуға магистратура мен докторантура жүдә қолай. Себебі, оқу мүддеті қысқа магистратураның 1 жылдан 2 жылға дейін. Интенсивный оқу курслары бар магистратурада, 1 жылда тамамлау, 1,5 жылда тамамлау мүмкіндігіңіз бар. Соған жараса курсларды, кредитлеріңізді алып, оқып біткеріп кетсеңіз болады. Магистратураға кейінді және бір айырмашылығы жері, жұмыс істеуіңізге болады. Мен кеше қазақстандық бір баламен сөйлестім, магистран. 1 жылда тамамлап жатыр екен магистратуран. Одан алдын проектлер істеген, жұмыслар істеген, IT бойынша оқып жатыр, operation management бойынша. Өзінің проектлер бар. Осы проектлердің арқасынан оқуын біткеріп жатыр, контракт төлеп келіп жатыр, бірақ соған жараса жұмысын істеп жатыр. Соның үшін
Amerikada o'qishga hech vaqtda asıqpau kerak. Kerak darajada xarajat qamlab olib kerak yo'l kirangizni bu yerda jasangizda, hatto bir semestr davomida kvartiralarыңызda. Bu yerda kimlar o'qiydi, ulardan analiz qilish kerak. Shunday yana bir imkoniyat bu yerda PhD professoringiz bo'lsa, tanish professorlar bo'lsa, sizda o'qishga murojaat etish mumkin. PhD-ga kirishingizga yordam beradi. Sizga yordam beradi deganda yo'llanma beruv imkoniyati bor. Birinchisi har bir professorning bir doktorantga, ikki doktorantga shunday ayirmachilik tarafi bizlardan. Magistr bo'lsangiz, yoki doktorant bo'lsangiz, teaching assistant sifatida, assistant teacher sifatida professorning qasında saboq o'tib жұмыс ishlash imkoniyatingiz bo'ladi sizning. Bo'lmasa research assistant bo'lishingizga bo'ladi, proyektlarda жұмыс ishlashingizga bo'ladi. Sebebi professorlar bu yerda o'zining ajratilgan byudjeti bo'ladi. Qolgan assistantni, qolgan magistrant, doktorantni жұмысқа olу imkoniyati bor. So byudjetni sizga oylik to'laydi. Ulama o'zingizga yetadigan juda bir pa deganda ko'p ақша bermay mumkin, biroq o'sha yerda yasangizga yetadi. Eng tekarisi Amerika imkoniyatlar mamlakati. Agar o'qituvchi bo'lsangiz, qolgan prestijli universitetga keyindan alada o'zgartirish imkoniyatingiz bo'ladi. Sebebi barliq universitetlarning sistemasi bir akkreditatsiyadan o'tgan, международный и kreditlarda almashuv, semestrlarda almashuv, o'quvda almashtirish imkoniyati juda keng. Barlig'i bir sistemada bo'lganlikda. Agar Temurbek qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Men hozir nimani ko'rsatmoqchi edim? Men hozir share screen qilayin. Hozir ekranimni ko'ryapsizmi siz meni? Shunday. Men sizga ekranim ko'rinyaptimi aka? Ko'rinmadi ekranim. Ekran ko'rindi, hozir yopilib qoldi qaytadan. Ekran ko'rindi. Bo'ldi. Men hozir nima qilmoqchi edim? Nima deydi? Agar misol uchun kimdir misol uchun o'qishga topshirmoqchi bo'lsa Amerikaga, mana akamlar aytganday, ertaroq boshlash kerakda, shu universitetning veb-saytiga kirib, hamma kerakli ma'lumotlarni bilib olish kerak. Misol uchun agarda xayolingizda 1-2 yildan keyin topshiraman degan plan bo'lsa ham, xuddi hozir topshirishingiz kerak odamdek topshirib ko'rsangiz, bu faqat yutasiz. Misol uchun ba'zi bir narsalar ko'p vaqt tayyorgarlik talab qilishi mumkin, boshqa. Shuning uchun qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Даже aniq, misol uchun aniq bilmayman shu 2 yildan keyin topshiraman, lekin balki topshirsam kerak degandaqa pozitsiyada bo'lsangiz ham to'g'ri bo'ladi meni fikrimcha. Shu yil hozir eng yaqin periodda topshirib ko'rish. Siz hech narsa yo'qotmaysiz, lekin tajriba olasiz topshirish jarayoni to'g'risida. Keyin balki kirib ham qolarsiz, balki sizga qo'shimcha imkoniyat bo'lib turadi agar o'sha birortasiga kirib qolsangiz. Endi lekin topshirishdan oldin boya akam aytganlaridek universitetlarni aniqlab olish kerak. Qaysi universitetga topshirmoqchiligingizda uni qanday aniqlaysiz? Aniqlash to'g'risida sal yana gapirib bersam bo'ladi, lekin endi balki universitetni qayerga topshirmoqchiligingizni taxminan bilsangiz, keyingi qadam to'g'risida hozir bitta ko'rsatib bering. Keyingi qadam qanaqa bo'ladi? Universitetga saytiga kirasiz. O'zingiz qidirib nima qilmoqchi bo'lgan, o'zingiz topshirmoqchi bo'lgan o'sha kollejni bilasiz. Mana shu kollejga mana shu University of Arkansasdagi College of Education and Health Professionga topshirmoqchiman degan nimangiz bor. Qaroringiz bor. Endigi qadam nima bo'ladi? O'sha men bilib olishim kerak, qanday talablari bor. Mana odatda saytlarda qiyin bo'lmaydi topib olish, qayerdan ma'lumotni topish qiyin bo'lmaydi. Ingliz tilini bilgan odam uchun. Ingliz tilini bilmasangiz qiyin bo'ladi. Qayerdan topasiz?
Misol uchun mana shu kollejga topshirmoqchiman. Kollejning ham nimalari bor? Departamentlari bor. Departamentga kirib ko'raman. Mana curriculum instruction and education reform deyapti. Mana shu departamentga men topshirmoqchiman. Bu yerga kirib ko'rsam, bu mana o'sha PhD in education degan programmasi bo'yicha havola turibdi. Keyin mana uni bossam turibdi admission instruction, course description, course sequence deb turibdi. Odatda hamma universitetlarda ham mana shunday tartibda, unaqa qiyin emas topib olish, o'zingiz qaysi bo'limiga topshirmoqchiligingizni bilsangiz. Keyin hech qachon unaqa qilmaslik kerak. Hozirgi kunda taxmin qilmaslik kerak. Misol uchun bilaman studentlar misol uchun qaysi universitetga topshirishini bilmasa ham GRE o'qib yuradi, GMAT o'qib yuradi yoki IELTS topshiradi-da. Qayerga hali topshirishini bilmasdan. Endi to'g'ri, bu ham noto'g'ri yondashuv emas, chunki ko'p joylar oladi mana shuni, lekin hamma joy ham olmaydi. Misol uchun men topshirgan universitetlarimning ichida mana shu bitta universitet GRE so'ragan, boshqa universitetlar GRE so'ragan yo'q edi. Agar men o'sha universitetga topshirmaganimda bittasiga, o'sha topshirgan universitetlarimizda bittasiga topshirmaganimda GRE o'qishga tayyorlanib ham o'tirmasdim-da. Shuncha vaqt ketkazib ortiqcha ekzamenga. Lekin agar uni qanday bilaman, shu universitetni instructioniga kirib ko'rish kerak. 1 yildan keyin topshirasizmi yoki 4 yildan keyin topshirmoqchimisiz universitetlarga, magistraturaga. Hozir magistratura to'g'risida gapiryapman. Bakalavrda ham xuddi protsess o'xshash baribir. Kirib ko'rish kerak universitetga, topshirmoqchi bo'lgan universitetda. Saytiga kirib, instruksiyalarini ko'rib olish kerak boshidan. Qancha erta bo'lsa, shuncha yaxshi. Mana hozir kirdik, mana oddiy qilib yozib qo'yibdi uni. GRE kerak, ko'rinib turibdi, taxminiy ballarni yozib qo'yibdi bu yerda. Keyin mana nima dokumentlar kerak? Transkript kerak, 2 rekomendativniy pismo kerak degan, applicationni to'ldirish kerak degan, bitta essay kerak degan, curriculum kerak degan. Bitta yomon tarafi bor. Agar misol uchun siz mana shu universitetga topshiraman, bo'ldi, bildim, GREni bildim, bu tartiblarni bildim, endi bo'ldi deb chiqib ketishni yomon tarafi, siz mana bilmaysiz essaysi nima to'g'risida buni. Nima savoli qanaqa? Bir xil har xil o'xshash, odatda o'xshash bo'ladi universitetlarda, lekin ozroq farq qiladigan joylari ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun universitetlar qarayotganda topshirish bo'limigacha kirib ko'rish kerak. Apply qilib, o'sha applicationini ochib ko'rib, uni to'ldirib, ismlarni yozadigan joylari chiqib keladi-ku, o'sha yerda haqiqiy essaylarini bilib olasizda. Keyinchalik topshirsangiz ham sizda aniq ma'lumot bor. Menga mana shu ma'lumotlar kerak bu universitetga topshirish uchun, shunaqa essay yozishim kerak degan. Bu hamma universitetga taalluqli. Misol uchun men Stanford universitetiga topshirganimda essaylarning ichida bitta essayni mavzusi mana bunaqa edi. Sen biror marta o'zing biror bir ma'lumotdan foydalanib va ma'lumotni tahlil qilish usullaridan foydalanib yechgan biror bir muammoing to'g'risida gapirib ber degan essay bor edi. Mana o'sha narsani Stanfordda shu savol borligini men bilmasdim. Agarda men shuni ochib ko'rmagunimcha-da. Lekin siz misol uchun topshirishga bir 2 oy, 3 oy qolganda boshlasangiz, ko'rishdi, ichiga kirib, haqiqiy ichiga savollarga kirib ko'rishdi, unda o'sha bilmaysiz essayni endi ko'rgan bo'lasiz essayni, uni yozib, uni rivojlantirishga uncha imkoniyatingiz bo'lmaydi. Shuning uchun har bir topshirmoqchi bo'lgan universitetingizda mana shu instruksiyasini ochib, detalni yozib olib, nima kerakligini sizga xuddi shu protsessda topshirmoqchi bo'lgan nechta 4 tani reja qilganmisiz, 4 tasini ham ko'rib chiqib, konkretni bilib olib, keyin o'shanga qarab, misol uchun topshirishga tayyorlansangiz, o'shanda zo'r bo'ladi tayyorgarligingiz. Bir xil shunday vaziyat bo'lib qoladi. IELTS kerak emas bo'lishi mumkin sizni topshirayotgan universitetlarga. Misol uchun men bilaman Stanfordda bir ikkita programmasida IELTS so'ramaydi. Men topshirgan programmada ham IELTS qabul qilmaydi, TOEFL edi. Meni IELTS'imda hech qanday u yerda foydasi yo'q edi. Lekin men endi bakalavrda ingliz tilida o'qiganim uchun ingliz tili o'sha waive qilish mumkin joyi bor. Waive degani o'sha kechib yuborish degan testdan, agarda kerak bo'lmasa shu kandidatga. Bir xil universitetlarda o'sha joyi ham bor.
o'sha joylarni ham, nyuanslarini ham bilib olsangiz, ancha oldindan, misol uchun behuda TOEFLga ham tayyorlanib yurish kerak bo'lmasligi mumkin-da. Agar siz bakalavrius to'g'ri kelsa, men mana shu wave qilaman, wave qilishga to'g'ri kelar ekan deb. O'sha endi umuman aytmoqchi bo'lgan narsam, taxmin qilib yurmang demoqchiman-da, tayyorlanayotganda universitetga. Hech qachon taxmin qilmang. Universitetda instruksionniy joyini ochib, konkretniy nimalar so'ralganiga qarab, tayyorgarlikni o'shanday qilib qiling-da. O'shanda tayyorgarlik zo'r bo'ladi. Endi lekin qaysi universitetga topshirishni qanday qilib bilaman deydigan savolingiz bo'lsa, meni shaxsiy yondashuvim qanday bo'lgan? Mavzular zo'r yo'nalish, mavzular orqali borish. Misol uchun, siz agarda bakalavrni tugatgan bo'lsangiz, bakalavridagilar uncha bilmasligi mumkin. Bakalavrga topshirayotganlar aynan qaysi narsa to'g'risida shug'ullanmoqchi, umumiy yo'nalishini biladi, lekin kichkina узкий направленияларni hali bilmasligi mumkin. Shunda agarda sizda magistratura to'g'risida gapirayotgan bo'lsak, o'zingiz qilib yurgan ishingiz va yana qilmoqchi bo'lgan ishingizni konkretni bilsangiz, o'sha mavzu to'g'risida tadqiqotlarni qidirib ko'rish zo'r yo'nalish. Men shaxsiyan zo'r to'g'ri deb bilaman. Ochamanda internetda yozaman, misol uchun menga nima mavzular qiziq. Menga school uncha to'g'ri bo'lmasligi mumkin, sizlarga tanish bo'lmasligi mumkin mavzular, lekin men misol uchun shunday narsani qidirib ko'rardim agar men bu universitetda qidirayotganimda. Misol uchun school choice effectiveness desam, misol uchun scholarly articles, mana bitta mavzuni yozdimda, shu tadqiqotlar kimlar shu mavzuda tadqiqot qilyapti deb qiziqyapman. Keyin mana shunda yurib chiqsam, mana bilaman, mana bir ikkita odamlarda, universitet, mana shular hammasi qaysidir bir universitetlarda professor, mana shular. Mana men qiziqqan mavzuda tadqiqot qilayotgan odamlar. Mana misol uchun, mana bu Yale universitetida ekan, mana Professor Efficiency of Public Schools. Mana bu professor Yale universitetida ekonomika departamentida mana maktablar tanlovi to'g'risida tadqiqot qilyapti ekan. Mana men ham mana shu mavzuga qiziqaman. Men shu bo'yicha ishlar qilmoqchiman. Oldin qilgan ishlarim ham shunga oid. Demak, mana shu odam menga bitta variant, buni men olib qo'yaman. Balki mana men agarda Yale universitetiga topshirsam, mana shu odamni ismini ko'rsatib ham o'tib ketishim mumkin essayimda. Mana shu nima professor bilan men birga ishlamoqchiman, tadqiqotlar qilmoqchiman. Men mana shu qilgan ishlari, meni mana shu qilgan ishlarimga to'g'ri keladi deb aytishim ham mumkin, lekin undan oldin bu bunaqa qidirib borishning yaxshi tarafi, siz aynan o'zingiz qiziqqan sohada qayerda ishlar bo'layapti, o'sha joyga borasizda. Misol uchun Tavakkal universitetiga agarda Tavakkal bir universitetga topshirib, keyin siz qiziqqan, sizga to'g'ri keladigan mavzular universitetda o'qitmaydi, universitetda yo'q odam uni o'qitadigan, shunaqa bir nimada bo'lganingizdan ko'ra, mana shunaqa borgan, sizga mos keladigan universitetni, mos keladigan fakultetni, nima odamlar guruhini topishga yordam beradi. Endi bitta uslovni ko'rsatib, bunchalik oddiy bo'lmaydi, baribir o'zingiz uchun qidirayotgan bo'lganingizda siz yana ko'p har xil variantlarni ko'rasiz. Keyin mana departamentni bildim. Endi Yale universitetining o'sha departamentida yana kimlar bor o'zi? Chunki bitta odam o'zi sizga yetmaydi-da, nimani qaror qilishga. O'sha bu yerda yana kimlar bor, yana nima ishlar bo'lyapti. Mana qarang, shunday kirdim, mana Yale departamentida, mana shu boyagi opa o'sha departamentda ishlaydi, bilamiz, lekin yana kimlar bor mana. Shuni Google searchga yozib kelsam, mana bitta knopkadan keyin our faculty deb yozib qo'yibdi. Fakultetda kimlar borligini ko'rsatadi. Keyin mana bularni bitta-bitta ochib ko'rishim kerak men. Qani bu odam nima qilyapti? Samuel Kortum. Mana yozib qo'yadi. Hamma universitet veb-saytida bor bu narsa. Hamma departamentlarda bor. Nima ishlar qilyapti bu, nima tadqiqotlar bilan shug'ullanyapti. Keyin mana kerak bo'lsa, detalniy CV'si ham bo'ladi har bir professorda. Mana shunday qilib qidirib, o'zingizga mos keladigan universitetni qidirib, bir nechta tanlovlar qilib olsangiz,
keyin sizni hozir qaytay Telegramga. Sizni yozadigan essayingiz umuman boshqa levelda bo'ladi. Boshqa darajada bo'ladi-da. Chunki siz shunchaki universitetga mana topshirayotganingizda shunchaki men mana shu narsalarga qiziqaman, shu umumiy ma'lumotlar, men ta'lim sohasiga qiziqaman, men misol uchun ta'lim vazirligida ozroq ishlab ko'rganman, shu sohaga qiziqqanim uchun shunga topshiryapman degan bilan siz men aynan mana shu narsa bo'yicha tadqiqot qilmoqchiman. Buni tadqiqotimni mana bunaqa yo'llar bilan qilmoqchiman. Men oldin o'qigan mana bu mavzularim yoki mana bu qilgan ishlarim menga mana shu tadqiqot qilishimga yordam beradi degan bir konkretniy narsa yozganda farqi bor. Agar siz qanchalik aniq yoza olsangiz, o'sha topshirayotganingizda hujjatingiz ichida nima qayerga topshirayotgan bo'lsangiz, nima qilmoqchiligingizni, universitetga nimaga kelganingizni, kelmoqchiligingizni juda konkretniy yozib bera olsangiz, umumiy narsalardan ko'ra siz umuman boshqa nimada qaralasizda. Universitetga kirishingiz ancha oson bo'ladi. Keyin mana shu men boya ko'rsatgan yo'lim bo'yicha qidirsangiz, universitetlarda o'zingizga professorlarni topib olsangiz, o'zingizga ma'qul bo'lgan universitetga topshirishdan oldin ham professorlarga yozish kerak. Men mana shu sohalarga qiziqaman, mana shu ishlar qildim, nima maslahat berasiz, siz universitetingizga topshirsam bo'ladimi, to'g'ri keladimi deb, keyin sizga nimadir deb yozadi. Keyin balki bir o'sha o'zingiz o'qib yurgan soha bo'yicha bir konkretniy savolingiz ham bordir, mavzu bo'yicha, universitetdan tashqari. O'sha savolni ham qo'shib yozib yuborsangiz, professorlar nima qiladi? Nima deydi? Juda shunday birovga yordam berishni odatda Amerikadagi professorlar birovga yordam berishni yoqtiradi. Shu savol yozib yuborsangiz, bir narsani aniq bir savol berib jo'natib yuborsangiz, shu sal kechikib bo'lsa ham, ish ko'p bo'lsa javob berishni xohlaydi. Men mana bu bitta misol, mana shu yo'nalish bo'yicha meni bitta professorimiz juda katta professorda, World Bank, Jahon bankini ta'lim sohasi bo'yicha direktor bo'lib ishlagan. 10-15 yil davomida hozir endi professorlik qilyapti. O'sha professorga O'zbekistonda Xorazmda o'qiydigan bir qiz yozib yuboribdi. Men shu narsalarga qiziqaman, maktab o'quvchisi. Shu sohalarga qiziqaman. Har xil tadqiqotlarga, ta'lim sohasi bo'yicha sizni ishingizni o'qib qoldim. Menga juda yoqdi shu ishingiz. Agar shu O'zbekistonda tadqiqotlar qilsangiz, meni ham qo'shsangiz xursand bo'lardim deb yozib yubordi shu professorga. Bu professor uni menga jo'natdi. Mana shu nima deb o'ylaysan mana shu to'g'risida deb. Keyin men o'zimning fikrimni aytdim, lekin o'sha qizga nima qilib yozib yuborgan? O'sha erinmay, o'sha maktab o'quvchisiga savollariga javob berib, keyin o'sha qizni nimasini obyektivkasini, o'z obyektivkasini jo'natgan ekan, CV-sini olib O'zbekistondagi o'zini tanish, o'sha Jahon bank bo'yicha tadqiqotlar qiladigan bir tanishiga jo'natib yubordi. Mana shu bir tadqiqotlar qilsang, o'sha nimani ham xayolingda tut, shuni ham nima qil debda. Shu bo'lmasa u maktab o'quvchisi bu professor juda katta odam. Lekin uni hech qanday ahamiyati yo'q. Shu qiziqyapti, bu professor shu o'zida nima sezadi, men yordam berishim kerak, qiziqib so'rayapti degan o'zida mas'uliyat sezadi-da, shu qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qiladi. Xuddi shunday ham siz buni qidiryapsiz universitet, qanaqadir bir qiziq odamlar topdingizmi, o'zingizga yo'nalishingizga mos keladigan, shu odamga yozish kerak. Hech uyalmaslik kerak. Savol bu savollarni, uni ishini yoqtirgan bo'lsangiz, ishini kompliment qilib yozib olish kerak. Keyinchalik o'sha yordam beradi. Qanaqadir ma'noda siz shu universitetga hujjat topshirayotgan paytingizda. Shunda erta harakat qilish kerak demoqchiman-da, shuni. Erta harakat qilish kerak.
Temurbek, katta rahmat. Ajoyib bir tinglovchilarga live qilib berdingiz. Birinchidan, ingliz tilingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va tadqiqotingizda, izlanish yurtimizda o'zingizning obyektingizda, bo'lmasa qiziqayotgan zatingizda bizda hozir Facebook, Instagram, bo'lmasa TikTok, bo'lmasa Telegram niki chatlarda yozamiz, biroq ko'pincha javob berilmaydi. Men o'zim ham javob bera olmayman. Agar siz qalagan bir professordan, qalagan bir odamning emailini, pochtasini xat yozsangiz, xat yozuvning ham o'zining strukturasi bor, o'zining tartibi bor. Birinchidan writingingiz rivojlanadi, ikkinchidan o'zingizning mana sotsiumda ilmiy jamiyatda o'zingizning reputatsiyangiz yuqorilanadi, tanisingiz orttiradi. Facebookda qanday tanish orttirsangiz, ilmiy jamiyatda pochtaga yozuv orqali, email yozuv orqali o'zingizning birinchidan yozuv qobiliyatingizni rivojlantirasiz, ikkinchidan ilmiy diskussiyaga kirishingizda bu orqali siz individ sifatida, olim sifatida tanilasiz. Yana temaga qaytsak, Temurbek, GRE degan qanday imtihon, qanday ekzamen? Sol haqida bir informatsiya bersangiz. Mana SAT dedingiz-ku. SAT bu maktabni tugatib, bakalavrga topshirmoqchi bo'lganlar uchun imtihonda, lekin uni ham juda ko'p universitetlar so'ramayapti Amerikada. So'raydiganlari ham bor, so'ramaydiganlari ham ko'payib ketyapti borgan sari. Shuning uchun universitetning talabini ko'rish kerak. SAT so'raydimi? Endi GRE degani bu xuddi shu SAT ga o'xshash testning, faqat bakalavrni tugatib, magistraturaga topshirmoqchi bo'lgan yoki doktoranturaga topshirmoqchi bo'lganlar uchun imtihon bu. Tartibi, tuzilishi juda o'xshab ketadi SAT testga. Matematika testi bor. Matematika deyilmaydi u, lekin matematika test bor. Quantitative test deyiladi, adashmasam. Keyin yozuv testi bor. Keyin o'qib javob beriladigan reading testi bor ichida. Murakkabroq, sal yuqoriroq levelda SAT dan ko'ra, lekin shuni magistraturalar, ba'zi magistraturalar so'raydi, programmalar, ba'zi PhD programmalar ham so'raydi. Uni ham agar oldinroq bilib qo'ysa, oldin universitetga qaysi universitetga topshirishni bilgandan keyin oldinroq tayyorlangan yaxshi. Mana bir xil universitetlarda даже o'sha GRE ni yozuv qismidan olgan balli farq o'ziga nima qiladi? Nima deydi? Ta'sir qiladi qancha ko'p nima olishga, stipendiya olishiga. Biz universitetda shunday distinguished fellows degan nima bor, title bor, oddiy fellow bor. Fellow degan men title'im. Misol uchun men shu writing muhimligini bilmaganman-da. Bizni bitta ikkita tanishimiz distinguished fellow degan nomination olgan. Faqatgina o'sha GRE da writing qismida bali ko'proq bo'lgani uchun ularga stipendiya ko'proq beriladi. Har oylik misol uchun pul oladigan puli biznikidan ko'ra bir necha $100 yuqoriroq. O'shanday universitet talablarini ko'rayotganda o'sha joylarga ham e'tibor berish kerak. Nima qancha ball muhim, olsa yaxshi. Shu GRE mana shunaqa testda umumiy aytganda. Temurbek, GRE'ni qayerda topshiradi? Topshirgan universitetda topshiradimi yoki? Yo'q, o'zimizda topshiradi. Toshkentda, Nukusda bilmayman. Samarqandda ham bo'lsa kerak. Toshkentda lekin juda ko'p. Hamma TOEFL topshiradigan joyda pashti GRE ham bor. Chunki TOEFL bilan GRE'ni bir xil bitta tashkilot nima qiladi? Bitta tashkilot TK, ikkita testdan, ETS degan tashkilotniki TOEFL topshirsa bo'ladigan joyda hammasida taxminan GRE ham topshirish mumkin. GREning muddati qanday, Temurbek? Necha yilga 5 yil odatda. 5 yilga. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, demak, magistratura, doktorantura topshirmoqchi bo'lsangiz, GRE imtihonini topshirasiz. 5 yil muddatga sertifikat beradi. 5 yil davomida qalagan Amerikan universitetida topshirsangiz bo'ladi. Shu yerda aytib ketishim kerak aka, universitetni ko'rish kerak. Hamma universitet ham so'ramaydi. Bir xil universitetlar so'ramaydi, bir xil universitet so'raydi. Universitetingizga qarab topshirish kerak. Lekin ko'p universitetlar so'raydi. Agar top universitetga topshirmayotgan bo'lsangiz, so'raydi. Odatda nimagadir top universitetlar
Stanford, Columbia, Harvard o'shalar nimagadir so'ramayapti oxirgi yillar. Lekin agar oddiyroqlarga topshirsangiz, o'rtadagilarga topshirsangiz odatda so'raydi. Demek sizin fikrinizce, sizin tecrübenizden sonra bilgi bo'ladi. Universitetin qalagan bir o'zingizning maqsadni tanlamalı kerak. Masalan, education bo'lsa, yo bo'lmasa IT bo'ladi bo'lsa, yo bo'lmasa operation management bo'ladi bo'lsa, shu sohalar bo'yicha, shu tarovlar bo'yicha universitetning saytiga kirib, fakultetga, departamentga kirib, qanday professorlar saboq o'tadi, qanday professorlar qanday izlanuvlar olib boradi, qanday temalar bo'yicha siz qanday masalani, problemani yechmoqchisiz, O'zbekistonda bo'lsin, yo bo'lmasa Amerikada bo'lsin, dunyoda bo'lsin. Sol zatlarga e'tibor qaratib kerak, so'laymi? Shunday, ha. Shunday. Masalan, sizning tajribangizda, masalan, Kolumbiya yo bo'lmasa Stanford universitetida topshirgansiz. O'z yerga kirgansiz. Scholarship o'tuv жағдай o'z yerda qanday, Arkansasda qanday? Ya'ni u yerlarda baribir nimada qiyin. Keyin tim bo'lib oxirgi yillar ancha murakkablashib qoldi-da. Hozir mana siyosat nima bo'lyapti Amerikada? Trump administratsiyasi nimagadir o'sha top universitetlar bilan uncha yaxshi chiqish olmayapti. Shuning uchun federalniy pulni uncha bermayapti. Oldin shunaqa nima bo'lgan, federal hukumat ko'p pul berayotdi-da nimalarga. Universitetlarga ham beradigan pullari bor edi. Har xil proyektlar, grantlar asosida. O'sha pullarni to'xtatib qo'ydi. Shunday bir nima bo'lib turibdi. Shuning uchun u yerda oldingidan ham ko'ra sal murakkablashib ketyapti-da scholarshiplar olish. Lekin universitetiga qarab, agar misol uchun Harvard universitetida agar bakalavrga menimcha nima qilib qo'ydi. Agarda kirsangiz o'qishga pulingiz yetmasa, pulni to'lab beradigan qilib qo'ygan Harvard. Endi hozir magistratura, doktorantura to'g'risida gapirsak, lekin u yerda sal boshqacharoq. Magistraturaga pul berish hamma joyda ham ko'p emas. Top universitetlarda juda qiyin. Top universitetlarda odatda doktoranturaga beradi. Doktoranturada siz assistent bo'lib ishlashingiz oson. Doktoranturada ham. Magistraturada topshirib, u yerda assistent bo'lib ishlab, o'sha nimangizni qoplab, universitet xarajatlarini qoplab, o'zingiz qoplaydigan bo'lish osonroq doktoranturada, magistraturada qiyinroq. Shuning uchun lekin mana bunaqa boshqa sal pastroqdagi universitetlarga qarasangiz, lekin masalan uchun bizda Arkansas universitetida bu yerda yaxshi magistraturaga ham ko'p beradi. Assistentlikka imkoniyatlar ko'proq. Bu yerda baribir konkurensiya juda katta emas-da u universitetlarga qaraganda. Bu yerda doktoranturaga kirsangiz, точно olasiz. Nima, assistentlik, o'sha pullaringiz qoplab beriladi, sizga pul berib turadi oyiga o'qishingizga, xarajatlaringizni qoplashingizga, yashashingizga. Magistraturaga ham ko'p beradi assistentlikka. Mana shunday universitetga topshirayotganda iloji boricha nima qilib olish kerak-da? Agar juda nimangiz bo'lsa, motivatsiyangiz bo'lsa, o'zingizga ishonsangiz, top universitetlarda ham topshirish kerak-da, keyin bir nechta, bitta ikkita yoki bitta universitetga topshirishga qaergaki точно kirasiz, kirishingizga ishonasiz, точно. Imkon nimada endi подушка безопасности deydi-ku. Agar bularga kira olmasangiz, o'sha yil точно men o'qishga ketaman degan rejangiz bo'lsa. Agar lekin men mana shu yerda o'qiyman yo boshqa joyda o'qiyman desangiz, endi shu yoqqa topshirishingiz kerak. Lekin shu hisobga olish kerak, top universitetlarda atrofida yashash ham arzon emas. Stanford, Columbia, New Yorkda joylashgan. New Yorkda turar joy juda qimmat. Nimalar, Harvardlar, MITlar Bostonda joylashgan. Boston atrofida, universitetda atrofida yashash juda qimmat. O'sha yashash ham ta'sir qiladi. Siz yashay olasizmi, u yerga borib pul universitet sizga даже scholarship ham berishi mumkin. Scholarship lekin qancha narsani qoplaydi. Shunday joylarni o'ylash kerak. Bularning hammasini shu universitetga topshirishda reja qilayotganda bir konkretniy plan qilib olish kerak-da. Misol uchun men mana bu universitetlarda o'qishga bormoqchiman. Sababini endi o'sha boya aytganimizdek, fakultetmi,
shu bir qandaydir bir nima bo'yicha shu yerda qanaqadir zo'r guruh yig'ilib qolganmi, nimadir bo'lishi mumkin. Shuni konkretniy reja bo'lgandan keyin u yerda o'zi yashash, o'rtacha yashash qancha? Menga universitet birinchi o'rinda shu scholarship beradimi? Bersa odatda qancha beradi? Bu ma'lumotlar hammasini universitet yozib qo'yadi veb-saytida. Keyin shunga qarab nima plan bo'lishi kerakda, finansiy. Agar men bu universitetga kirsam, finansiy meni yondashuv, mana bu rejam, mana bunaqa. Bunga kirsam, bunaqa degan bir konkretniy reja bo'lsa kallada, bu o'sha rejasi bor o'quvchini nimasi o'sha yil точно o'qishga kirishi nimasi zo'r bo'ladi. Imkoniyat. Timurbek, ko'p rahmat tajribangiz bilan bo'lishasiz. Sizga yana bir so'rov. Universitet bosqichlari haqida so'rashaylikda. Siz Arkansas universitetiga kirdingiz, scholarship o'tdingiz. Bu yerga kelish uchun birinchi первоначальный xarajatlar bormi? Masalan, vizaga topshiruv, bunday yerda kvartira jalov, biletlarda oluv. Bular qay darajada qancha sig'im kerak? Первоначальный masalan 2 oyga, 3 oyga o'zing xarajatni g'amlab olib qo'ying kerak shahar kelib olib uchun da, o scholarshipni olaman degan şeylar vaqt kerak qo'y. Shunday, hozir siz meni aynan menikiga o'xshagan vaziyat to'g'risida savol beryapsiz-da. Meni vaziyatim qanday? Menga misol uchun el yurt umidi emas yoki bir qanaqadir bir nima emas, dastur emas-da, grant dasturi emas-da, bu universitetning o'zini puli. Universitet meni shu yerda tadqiqotchi qilib ishlatadi, nimada, magistraturada ishlatadi va shu tadqiqotchi sifatida ishlatayotganim uchun menga pul beradi. Undan tashqari, men bu fellowship bor, fellowship dasturi bor. Dastur bo'yicha menga oyiga har semestr qanchadir pul berish kerak. Mana shunaqa bir yondashuv. Bu hammasi menga nimadan oldin berilmaydi. O'sha kelib o'qishni boshlamagunimcha berilmaydi. O'shaning uchun o'sha boshlaguncha bo'lgan hamma xarajat mening o'zimning bo'ynimda. Lekin bir xil dasturlar bor, u yerda sizga qanaqadir bir kontaktni odam belgilab beradi. U kontaktni odam siz bilan har doim siz bilan birga bo'lib turadi. Unday bu vaziyat umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Shunda men o'zimniki to'g'risida gapirsam, hammasini o'zim qilishim kerak. Men universitetga xuddi bir ishga, bir boshqa tumanga siz ishga kirdingiz, shu borishingiz kerak. Borishingiz, o'sha joyda turib turishingiz, hammasini o'zingiz reja qilasiz. Shu menim shunday reja qilishim kerak bo'lgan. Bu qancha pul kerak bo'lishi hammasi shtatga, universitetingiz qayerda joylashganligiga bog'liq. Men o'sha kelishdan oldin keyin ko'rdim, mana reja qilib oldim. Endi men viza olgandan keyingi protsessni aytyapman-da. Viza olmasangiz bu rejani nima keragi yo'q kelish to'g'risida. Agar viza olib bo'lgandan keyin reja qildim-da ularda. Lekin viza olish $80mi, $100mi hozir? Shuncha dollar. Shu viza olish bu bitta masala. Viza olib bo'lganingizdan keyin endi konkretniy reja qilish kerak. Xo'p, samolyot puli qancha bo'ladi? Odatda 2000 pul ketadi. Borib olguncha o'sha agar universitetingiz juda bir ichkarisida bo'lsa, Amerika, agar bittada yetib olishingiz mumkin. Nyu-Yorkda joylashgan bo'lsa, bitta samolyotda borasiz, balki sal arzonroq bo'lar. O'sha asosiy avia xarajat birinchi o'rinda, ikkinchisi keyin samolyotdan kelganingizdan keyin uy qidirishingiz kerak. Menda shunaqa bo'ldi, uchib keldim. Bir hafta oldin o'qish boshlanishidan 2 hafta oldin uchib keldim. 2 hafta reja qildim. Nimaga? O'sha o'qish boshlangunicha men uyda topib olay, hamma narsani joy-joyiga qo'yib olayda, o'qishga bemalol boray degan maqsadda shuni uchun keldimda, keyin shu 2 hafta emas, 1 hafta uy qidirdim. Keldimda shu universitetda bitta otelga joylashdim. Universitetda atrofi, hamma joy yurib ko'rib, transportlardan foydalanib, qanday ishlaydi, qayerda nima bor, qanday harakatlansa bo'ladi, shularni o'rgandimda, keyin o'sha otelga ketdi, har kuniga bir $70dan $80dan pul ketdi 2 haftaga. Keyin yeb ichishim bor edi. Bularning hammasini kelishdan oldin nima qildimda? Reja qilib oldim. Shu bir qarab taxminan qarab chiqdim qancha pul ketadi. Shuni mo'ljallab pul olgan edimda. O'qish boshlanguncha bunday olib ketsa
2 hafta turib bir 3,5 mingmi sarfladimda o'qish boshlanguncha. Keyin o'qish boshlangandan keyin bir haftadan keyin shu pullarni tashlab berdi. Tashlab bergan puli shu ishlatgan pulimni nima qilardi, qopladi. Bilardim shunaqalik qoplashini ham. Даже misol uchun qarz olib kelganimda ham shu 3,5 mingni точно bilardim. Shuni qarz olib kelganim o'zim pulimdan keldimi, lekin qarz olib kelganimda bilardim universitet qancha pul berishini menga birinchi semestrda. Shu pulni shu olib nima qilib qoplab, bu yoq universitet bergan oylikka yashab ham yura olardim. Joyiga qarabda, shu Nyu-Yorkka borganimda misol uchun 2 hafta turishga qancha pul ketardi. Lekin bu Arkanzasdan ko'ra arzonroq joy topsa bo'lardi Nyu-Yorkda. Chunki Nyu-Yorkka oldin bir turga borib turganimda shunaqa bir arzon joy topganman. $25 har kuniga $25 to'lab turganman bitta joyda bir hafta. Bir hafta 4-5 kun. Yurdi shunaqa благотворительный proyektlar bo'ladi, har xil turishga joylar boshqacha joyda va bir katta shahar, har xil imkoniyat bor yerda. Arkanzas kichkinaroq joy, hozir biz turgan joy. Bu yerda ko'p ham emasda otellar, bir nechta otellar bor atrofda, ular katta brendlarning otellar, ularda nima qimmatroq. Shunday joyga qarab o'zgaradi. Nima qilish kerak? Uni o'rganib ko'rish kerak borishdan oldin. Qancha pul ketadi shu yoqqa borsam. Rahmat kattakon, bu o'zi Amerikaga kelishni o'zi bir kinodek bir ssenariy. Vizaga topshirganda qanday holatlar yuz berishi mumkin? Masalan, suhbat jarayoni, dokumentlarni to'ldirish jarayoni, vizani olishga necha kun vaqt ketadi? Hozir bilmayman-da shu qanday bo'layotganini, nima sotsial nimalarni tekshiryapti degan bo'lyapti. Bir xil davlatlarda bilaman, shunday bo'lyapti. Bizda ham shunday bo'lyaptimi yo'q bilmayman. Oxirgi marta mana yaqinda kimdir topshirib ko'rganini eshitganim yo'q-da hali. Shuning uchun hozirgi kunda qanday ketayotganini bilmayman. Lekin farq bo'lishi mumkin. Hozir sal ko'proq vizani ko'rib chiqishga vaqt ketayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin oldin qanday bo'layotdi men topshirayotganimda hozir ham o'xshash bo'lsa kerak, ozroq farq qilmasa, ko'proq vaqt ketmasa viza chiqishiga. Bir necha oy oldin nima olish kerak? O'chirib olish kerak vizaga kirishga. Bu yerda forma bor, DS-160 deydi. Formani to'ldirish kerak-da. 2-3 oy oldin harakat qilsa yaxshi. O'sha o'qishga kirganingiz, javobingizni oldingiz, o'qishga bormoqchiligingizni bildingiz, ularga o'qishga ham aytdingiz, men boraman deb. O'qishga keyin aytganingizdan keyin o'qish sizga I-24 degan forma jo'natadi. O'sha I-20 degan forma jo'natadi. O'sha forma muhim. Sizni nimaga topshirishingizga, elchixonaga topshirishingizga. Shu formani jo'natgandan keyin sirazu o'sha elchixonani DS-160 degan nimasini to'ldirish kerak-da. O'chirib olish kerak elchixonaga kirishga. Hozir ancha yaxshi qilib qo'ygan. Bir boshqa tashkilotga bergan o'chirtlarni tashkillashtirishda juda murakkab bo'lardi. Hozir juda oson. Shu saytga kirib ko'rsangiz, ochiq kunini ko'rasiz. Odatda 2 oy bo'lishi mumkin o'chirt. 2 oydan keyinga olishingiz mumkin o'chirtni. Shu bir kunga o'chirtni olasiz, pulini to'laysiz. Keyin o'sha kuni borasiz, hujjatlaringizni ko'tarib. O'sha I-20 forma juda muhim. O'sha universitet sizga jo'natgan. Universitet u I-20 nima forma u universitet sizga nimada? Universitet elchixonaga berayotganday narsada u. Bu o'quvchi haqiqatan biz universitetga kelmoqchi, qabul qildi bizning shartlarimizni. Finansiy joylari bo'ladi formamizda. Shu hamma finansiy nimalari to'g'ri, hamma narsasi joyida. Chunki kontraktga borayotgan bo'lsangiz, I-20 formani siz bankda pulingiz borligini ko'rsatgandan keyin beradi universitet. Meni vaziyatimda men scholarship bo'lgani uchun menga universitet men даже scholarship bo'lsam ham menga universitet bankda pul borligini ko'rsatish hujjat so'radi. Mana shu boshida kelishda oldidagi xarajatlar bor-da, o'shani bilish uchun-da menda $5,000 borligini so'radi bankda. Men shuni bankdan keyin forma olib keldim. Da formani jo'natdim ularga, keyin oldim I-20 formani. Agar siz kontraktda o'qisangiz, siz o'sha kontrakt summasicha pulingiz borligini ko'rsatishingiz ham kerak bo'lishi mumkin. Keyin
o'sha pulingiz, bankda pulingiz borligini ham, E20 formani ham olib, keyin elchixonaga borasizda. Elchixonaga borganda endi u yog'i nimada? Katta nima bu? Mavzu, ko'pchilik muhokama qiladi, qanday gaplashish kerak, sirlari qanday. Men 2 marta topshirganman. Oldin bir Amerikaga kelganman, bu o'qishdan oldin ham ish bilan, aytdim-ku boshda. U paytda hamma narsa ishim tomonidan qoplanardi. Bu paytda hozir universitet tomonidan qoplangani uchun hech nima qilganim yo'q, o'ylanganim yo'q, ikkilanganim yo'q. O'sha o'ziga ishonch bilan gapirish ham muhim. Doldirasangiz ko'proq savol bersa kerak. Men o'zim topshirayotgan paytimda ko'rganman, bitta ikkita o'quvchi ololmaganini. Bakalavriga topshirib gaplashyapti, men orqasida turibman. Nima bilan, konsul bilan gaplashyapti-da, har xil savollar beryapti. Bola javob beryapti, doldirab qo'ldan kelgancha. Shu ko'zimda oldida ololmagan universitetga topshirgan bolalarni ham ko'rganman, topshirgan paytim, o'zim topshirgan paytim. Men endi nima qildim? Ko'rsatdim, hamma so'ragan formalarni ko'rsatdim-da. Keyin menda omadim keldi, menga umuman savol bergan yo'q-da. Balki shu grant bo'lsa, savol bermasda, lekin bir xillarga juda chuqur ham savol beradi-da. Aynan nima mavzuni o'qishga ketyapsan? O mavzu qanday kurslarda olasan ham deb savol beradi-da. Shuni eshitganman, o'zim ko'zim bilan ko'rganman, orqasida o'chirib turganda-da. Qaysi kursda o'qimoqchisan? deb ham savol berganda bitta bolaga. Menga nima deb savol berdi? Nima yo'nalishga topshirding dedi. Men shu yo'nalishga topshirdim, universitet qoplab beradi dedim. Keyin u kompyuterda ishlarini qilyapti-da, konsul. Men aytdim, o'sha ishini qilib turgan paytda aytdim, menda o'zim bilan yana boshqa hujjatlarni olib kelganman dedim. Universitet menga qancha pul berish to'g'risida hujjatlarim bor. Xohlasang, misol uchun O'zbekistonda uyim bor. Shuni ham olib oldim o'zim bilan. O'zbekistonga qanday bog'liqligingizni ko'rsatadigan hujjatlar ham olib keling degan joy bor-da. Sizga rekomendatsiya beradi degan. Forma to'ldirsangiz. Uyim borligini ko'rsatmoqchi edim. O'zbekistonga qaytib kelishga sababim bor degandayda. Lekin bu olib kelgan dokumentlarni ta'sini ham ko'rgan yo'q. Lekin bir xil paytlarda ko'radi shu narsalarni. Vaziyatga qarab. Endi elchixona hujjat topshirganda har bir topshiruvchi haqida to'liq informatsiya bo'ladi. Hattoki biz bilmaydigan informatsiyalar ham ularda bo'ladi. Shuning uchun problema qiluvdan kerak yo'q. Alvramay söylesang bo'ldi. Tak, menimcha so'rov javob qo'yib o'tsak bo'ladi. Temurbek, qalay qilasiz? Ha? Men savol bo'lsa. Agar so'rovlaringiz bo'lsa, chatga yozing, bo'lmasa so'rayman desangiz, so'rov beraman desangiz, qo'l ko'tarsangiz ruxsat beraman. Kimdir yozdi, bir savol ko'rgandek bo'ldim. Menga личный gamga yozib ekanlar, kimdir. Yo'q, shunchaki yozibdi ekanlar, tanish uchun. Keyin javob yozaman. Labbay tinglaymiz. Bakalavr tugatgandan keyin magistr va PhD bilan magistr tugatgandan keyin PhD to'g'ridan-to'g'ri qilishni davomiyligida farq bormi? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim, moliyalashtirish qanaqa bo'ladi? Qanaqa grantlar bor PhD uchun? Davlat grantimi yo universitetning grantimi yoki bitta proyektga asoslangan bo'ladimi moliyalashtirish tarafi? Birinchi savolingiz qarang, to'g'ri tushundimmi? Bitta qaytaring, sizni tushundim. Bakalavrdan keyin magistratura bilan PhD'ni o'rtasidagi davomiylik qanday bo'ladi? Birinchi savol magistratura bilan doktoranturani o'rtasidagi nima? To'g'ridan-to'g'ri topshirish imkoniyati bormi, davom ettirish? Bu albatta. Men endi shu o'zim bilmayman, shaxsiy tajribam yo'q bo'yicha. Men bakalavrdan keyin ishlab, keyin doktoranturaga topshirganman-da. Magistraturadan doktoranturaga o'tmaganman o'zim. Lekin tanishlarim o'tgan, shunday tanishlarim magistratura bilan kelgan. Qanday bo'ladi? Magistraturani o'qib
tugatgan davomingizda o'zi bir magistraturada qandaydir bir ishlar qilasiz-ku, ustkiroq направленияda, bakalavriatdan ko'ra ancha ustkiroq направленияda o'qiysiz, qanaqadir tadqiqot qilishingiz mumkin, tezis qilishingiz mumkin, bir ishingiz bo'ladi qanaqadir. O'sha bo'yicha keyin boyaga o'xshab doktorantura bo'yicha bir odam qidirishingiz mumkin-da, qaysidir bir o'zingizga mos kelgan. Keyin o'sha universitetga topshirasiz. Qanday hujjat so'ragan bo'lsa. Lekin bir xillar o'zini universitetida qoladi-da, magistraturadan keyin PhD ga o'tib ketadi sirazi. Uni qanday qiladi? U yerda ham men o'ylashimcha hamma hujjatlarni topshiradi. PhD ga qanday hujjat so'rasa, hamma hujjatni topshiradi, o'zini universitetiga topshiradi, o'zini domlalari bo'ladi, biladi, kimlar ko'radi hujjatini, nima bo'ladi, biladi, lekin скорее всего o'zi nimasi ham bo'ladi. Boshqa kandidatlarga nisbatan ko'proq nimaroq bo'ladi, lekin bir xil programma bor, boya aytgandek, magistratura drop PhD programmalar bor-da. U yerda bunday alohida protsess yo'q. Siz bitta protsessdan o'tasizda, magistratura, doktorantura bitta olasiz. Keyin yana bitta narsa bor. Agar top universitetda magistraturada o'qisangiz, o'sha top universitetda PhD'siga kirish oson bo'lmaydi, lekin juda qiyin PhD'siga kirish top universitetlarda. Shuning uchun bir ko'p ko'ramiz, top universitetda magistraturasida o'qiydi-da, keyin PhDga sal undayroq universitetga topshiradiganlar ham ko'playdi. Agar savolni to'g'ri tushungan bo'lsam-da, bilmadim yani. Savol qayerda? Savolim, masalan, bakalavr tugatib PhD ga kelayotganniki 5-6 yil davom etadi, magistraturani tugatib PhD ga kelgan odamniki 3-4 yil davom etadi. PhD ni davomiyligi. Yo'q, bu lekin unchalik ham nima emas, vaziyatga qaraydi. Siz u doktoranturani Amerikada siz doktoranturani o'zi necha yilda qila olasiz? Odamlar 7 yil qiladi. Magistraturasi bo'lsa ham 7 yilda PhD qiladi. Bir xillar bor, 3 yilda tugatadi. Bir xillar bor, 4 yilda tugatadi. U sizning o'zingizda qanday ish qila olasiz PhD da, qancha ko'p ish qila olasiz. Bu PhD ni tugatishning talablari bo'ladi hamma universitetda. Shu talablarni qanchalik tez tugata olasiz. Shunday odamlar bor, juda bir nima kuchli nimalar bor, tadqiqotchilar, ilm ish qilgan odamlar bor. Juda tez PhD qilgan. 2 yilda tugatib qo'yadi, PhD 3 yil tugatib qo'yadi. Emas, masalan, rasmiy tarzda masalan bitta PhD 3 yil, 4 yilga nima qilingan bo'ladi-ku, shunga qarab funding moliyalashtirish ajratiladi-da. Bu to'g'ri aytyapsiz. Bizda universitetda 4 yilga pul beradi-da. Misol uchun menga 4 yil pul beradi, 5-yil o'sha pul bermaydi. 5-yil o'zim nima qilishim kerak? O'zim finansiy topishim kerak, proyekt bilan nima qilishim kerak agar 5-yilga o'tib ketsa meniki. Nimaga 4 yilga beradi bular grantni? Chunki odatda 4 yilda tugatadi bularda o'qiydigan, universitetda o'qiydigan odamlar, doktoranturada nima qiladiganlar 4 yilda tugatadi odatda. 3 yilda ichida kurslar bor. 3 yil boshidagi 3 yilda kurslar bor. 4-yil bo'sh. Faqat nima qilsa bo'ladi? Faqat tadqiqot bilan shug'ullansa bo'ladi. Lekin grant shu aytganingizdek 4 yilga. Lekin u 4 yillik grant va 4 yilda tugatish, odatdagi 4 yilda tugatish imkoniyati men bilan magistraturasi bor odam uchun farqi yo'q. Mening misol uchun magistraturam bo'lmasa ham, meni imkoniyatim, meni shu 4 yilda tugata olishim shansi o'sha magistraturasi bor odam bilan bir xil. Agar ishimizda farq bo'lmasa, mehnatimizda farq bo'lmasa, unda qanaqadir rasmiy nimasi yo'q, magistraturaga bog'langan. Rasmiy talab yo'q. Endi ikkinchi savolingizga o'tsak, moliyalashtirish qanday bo'ladi deb aytyapsiz-ku? Qanday nimalar bor dedingiz? Endi agar endi hammamiz bilamiz, el yurt umidi bor. O'zimizdagilarga juda ko'p imkoniyat bor. Juda ko'p pul beriladi el yurt umidida, hamma xarajatlar hisoblanadi. Juda zo'r nima. Agar olsangiz o'shani, lekin o'zining talablari bor, bilsa kerak auditoriya.
Lekin undan tashqari ham men 3 ta juda zo'r nimani bilaman, lekin juda juda raqobat juda kuchli bularga topshirish. Bittasi Stanfordda King Hennessy degan scholarship. Keyinroq Abad aka uchalasi men aytgan hozir uchalasini ham qo'ysalar bo'ladi kanallarda. Buni balki o'zlaringiz ham bilasiz. King Hennessy degan scholarship bor Stanford universitetiga. Juda raqobat kuchli, lekin juda ko'p pul beradi. Bunga kirsangiz hech qanday moliyadan muammo bo'lmaydi sizda. Keyin Rotary degan scholarship bor. Bu Rotary scholarship bir 5 ta dunyoda 5 ta universitetga beriladi. Bittasi, ikkitasi Amerikada, bittasi Avstraliyada, bittasi Tokioda joylashgan. Bu universitetda ham byudjeti juda katta. O'qishga kirsa, bu bo'yicha kira olsangiz, juda ko'p pul oladi siz, hech qanday finansda muammo bo'lmaydi. Keyin Kanadada bitta universitet bor, juda zo'r. McGill McBain degan scholarship bor. Bu ham juda ko'p pul beradi. Hozir uchalasini ham nimaga aytyapman, uchalasiga topshirganman-da o'zim. Men bu Rotary bilan King Hennessy'da oxirgi etapga borganman-da, o'sha oxirgi etapda o'ta olmadim. Lekin shu uchalasini topshirganim uchun bilaman. Bundan ko'p bo'lsa kerak o'zi. Keyin endi bular endi juda konkurensiya kuchli. Keyin endi ancha olish mumkin bo'lgan nimalar, finansiy masalalar bu universitetning o'zini ichidagi finans. Universitetni ko'rsangiz, odatda programmaga kirsangiz, funding degan qismi bo'ladi. Konkretni yozib qo'yadi. Qanday qilib finansiy tomonini qanday qilib qoplasa bo'ladi. Universitetda bir xil programmalar konkretni yozadi shu yerda. Biz hech qanday magistraturada ishlab o'sha qoplash imkoniyatini bermaymiz bu dasturga deb yozib qo'ygan bo'ladi. Yoki yozadi shu graduate assistantship deb aytadi. Ya'ni xuddi assistent bo'lib ishlash magistraturada yo doktoranturada assistent bo'lib ishlashda shu graduate assistantship beramiz deb yozib qo'yadi. Bunga qanaqa qilib topshirish degan joylari ham bo'ladi. Bir xillari aytadi, siz top programmaga topshirsangiz, bunga ham o'zi ko'rib chiqamiz deb. Yoki bunga alohida topshirasiz deb yozib qo'ygan bo'ladi. Mana graduate assistantship deganim odatda qanaqa Amerika universitetlarida sizni nima to'lamaysiz, kontrakt to'lamaysiz, universitet xarajati yo'q, tuition yo'q. Sizga yashashingizga har oy qanchadir pul berib turadi. Ko'p pul emas, lekin shu yashashingizga, shu universitet atrofida yashashingizga yetadigan pul berib turadi. Shu puldan, shu assistantshipdan foydalanib, o'zingizdan xarajat qilmay o'qishni tugatib olsa bo'ladigan variant bo'ladi. Shu ko'p universitetlarda bor. Men ham hozir mana shunaqa variantdaman. Mana shu moliyalashtirish boshda aytganimdan har xil grantlardan osonroq. Grantlar endi o'sha raqobatdan o'tish kerak-da. Javobingiz uchun rahmat. Elliot Umid haqida juda yaxshi bilaman. Sababi hozir o'zim Elliot Umid jamg'armasi bilan Buyuk Britaniyada magistratura o'qiyapman. Shu yil yaqinda boshladim magistraturamni. Ajoyib, tabriklayman. Shunga hozirdan nima deydi? PhD uchun o'sha qiziqib, nima qilib, hozir mavzu tanlashim kerak, keyingi semestr shunga kirgandim, oldindan bilish kerak. Endi javoblaringiz uchun rahmat. Juda zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Hozirdan qiziqyapman boshqa davlatlarni, nimalarni. Hozir o'zimni shaxsiy savolim, o'zimni кейsimdan kelib chiqib, hozir Buyuk Britaniyada magistratura o'qiyapman. Elliot Umid bilan o'qiyotgandan keyin 3 yil ishlab berish majburiyati bor tugatgandan keyin. Shu muddatda va magistratura davomida, magistraturani tugatgandan keyin 3 yil davomida nima maslahat berasiz? Foydali bo'ladigan, CV'imni kuchaytiradigan, boshqa qiladigan. Zo'r savol. Agar haqiqatan PhD qilmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha mana 3 yil ishligingizda biror bir joyda qiling, o'sha sizga imkoniyat bersin-da, tadqiqot qilishga. PhD ga boradigan odam shu tadqiqot qilish yo'nalishiga kirib ketadi-da. Siz o'sha bir qanaydir administrativniy joyga kirib qolsangiz, agar shu 3 yilda qaysiki faqat o'sha bir qanaqadir jarayonni tashkil qilishga o'xshash ish bo'lib qolsa,
to'g'ri CV'ingizda ko'p narsa ko'rsata olishingiz mumkin. Shunday bo'lsa ham nima deydi, qilgan ishlaringizni, boshqargan loyihalaringizni ko'rsatishingiz mumkin. Lekin u tadqiqotni ko'rsatgan odamdan ko'ra baribir siz nimada bo'lmaysizda, yuqorida bo'lmaysizda. Chunki PhD'da tadqiqot qilganlik nimasi juda katta bosadi-da. Tadqiqot qilganlik tajribasi juda katta tosh bosadi. Chunki siz PhD'da shu narsani qilishni o'rganasizda, shu narsani bilan shug'ullanasiz. Shunday ekan, agarda bir siz mana nima bor, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qanaqadir tadqiqotlar qiladigan yo'nalish bor yoki ta'lim sohasiga kirib qolsangiz ham, xalq ta'limi endi yo'nalishingizni bilmayman, bor-ku har xil vazirliklarda ichida ham o'sha ma'lumotlar bilan ishlaydigan shu joylar bor. Iloji boricha shunday bir joyga kirib olsangiz, qayerdaki sizda qo'lingizda ma'lumot aylanadi, qayerdaki har xil publikatsiya qilishingizga imkoniyat bo'ladi. O'shanday joyga kirib olsangiz zo'r bo'ladi menimcha. Keyin asta-asta mana 3 yil ichida, balki magistraturada o'z yo'nalishingiz aniq bo'lib qolar. Shu 3 yil ichida boya aytganimiz, ko'rganimizdek, ishingizni boshlagandan agar mavzuyingizni aniqroq bilsangiz, odamlarni qidirish kerak-da. Qayerda qanday tadqiqotchilar bor, qanday ishlar qilyapti, meni soham bo'yicha, meni agar ustki bo'lsa, aynan shu ustki masalada kim qilyapti, bilib olsangiz o'shani, keyin shu 3 yil ishingiz davomida balki o'shalar bilan kollaboratsiya qilishga ham imkoniyat bo'lishi mumkin-da. Siz agar shu ish joyingiz qanday bir to'g'ri kelsaki, ma'lumotlar bilan ishlaysiz, qanaqadir tadqiqot qila olasizda, o'sha soha bo'yicha qandaydir bir odamni bilasiz. Yozasiz, birga ishlasak bo'ladimi, birga birorta research qilsak bo'ladimi deb yozishingiz mumkin-da. O'sha o'zingiz keyinchalik PhD bo'yicha o'qimoqchi bo'lgan joyingizdagi professorlar bilan kommunikatsiyani boshlab, ishlashni boshlashingiz ham mumkin-da, даже bormasdan oldin. Keyin уже u yog'i nima bo'lib ketadi. Toshni kirib ketasiz keyin. Zo'r joylarga, PhDga. Shu endi maslahatim. Yana bilmayman. Rahmat, Timur. Allamurod, menimcha Karsu Grants degan men bir 3-4 yil oldin shu kanalni tashkil qilib boshlagan edim, shogirdlarni chet ellarga yuborib, yiliga bir 50-60 bola jo'natamiz. Hozir masalan 2-3 yil oldin Vengriyada o'qidi, hozir Buyuk Britaniyada o'qiyapti. Bu bolalar ham o'zini kanallarini tashkil qilib, bolalarga yordam beryapti-da. Balki mendan ko'p narsa biladilar, nima qilyapti-da. Hurmat qilib savol berib qo'yaptilar. Rahmat. Rahmat ko'p. Alloh bo'yicha Xudoga shukr, bilaman, sabab o'tgan yil Vengriyada 1 yil o'qiganman, keyin bu yog'i Buyuk Britaniyaga chiqdim, uyladim bilan. Endi PhDga harakat bo'lyapti, shunga hozirdan nimaga e'tibor berish kerak, rahmat javoblar uchun. Juda zo'r bo'ldi. Omad. Ishlaringizga omad. Xudo xohlasa, tavsiyalar tilaymiz. Boshqa so'rovlaringiz bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. So'rovsiz bormi? Albatta. Assalomu alaykum. Atim Ravshanbek, Qarovuzakdaman, Novosibirsk mamlakat universitetida magistraturani tamomladim. Aspiranturani o'qish uchun ilmiy жұмыс qilyapmiz hozir. Aspiratura derlik o'qishga bo'ladi, biroq men o'zim qiziqib turganim Amerikaga o'qishim kelyapti bu yerda. Eshitib ayrimlardan sanksiyaga байланышлы Rossiya diplomida az-maz neler bo'lishi mumkin, Rossiyada o'qigan studentlarga cheklovlar bo'lishi mumkin deb. Biroq men o'zim Novosibirsk mamlakat universitetida top 500 universitetda o'qidim. Onday kemchiliklar qiyinchiliklar bo'lmaymi? Gapirdi, navrot men uzoqda 500 o'qiganim men plus bo'lam ekan. Keyingi PhD o'qishim Amerikada. Sol turali egilik bilsangiz, aytib o'tsangiz. Allohdan rahmat. O'zingiz javob beraman deyapsizmi, Otabek aka? Savolga. Ular magistraturada o'qigan ekan, Rossiyada magistratura o'qigan. Menimcha. Assalomu alaykum Ravshanbek. Tavsiyalar tilaymiz. Rahmat so'rov uchun. Aktual so'rov. Rossiyaga sanksiyalar sababli bu studentga baylanishli emas. Birinchidan, siz O'zbekiston fuqarosisiz. Ikkinchidan, siz Rossiyada o'qigansiz. PhDga topshirish uchun sizning ilmiy izlatiluvchi жұмысыңызga байланышлы-da.
Главный университетке кіріп алу керек. Университетке сіз керек болсаңыз, ешкім сізді ірікпейді. Екіншіден, және бір плюс тарапы, сіз Россияда оқығансыз, сізге плюс болуы мүмкін Америкаға кіруге имканият болуы мүмкін. Россияда оқыдыңыз, енді Америкада іздетілуіңізді алып барасыз. Мәселен, сондай нелер бар. Татарстаннан бір профессор бар осы жерде. Қытайда оқыған. Қытай әзір мәселен санкцияларда ғой былайынша. Қытайда аспирантурада оқыған, PhD қылған, кейін Гарвардта постдок қылған. Зерттеу темасы университетке керек деген адамды бұлар шақырып алады. Сіз егер хақиқаттан осы ілімге қызмет ететін болсаңыз, хақиқаттан сіз өзіңіздің тарауыңыздың маманы болсаңыз, ешқандай проблема болмайды. Тек тапсырып көру керек, басқаша подходпен, креативный подходпен кіру керек та. Меніңше жауап бере алдым деген үміттемін. Мен qo'shilaman shu aytgan gapingizga aka. Universitetlar bu yerda davlatdan mustaqil. Universitetlar davlat siyosatiga bir xillar qaraydi, lekin unday uni ko'ryapsiz hozir. Garvard universiteti prezident bilan tortishib yotibdi. Universitetlar nimaga qarab o'tirmaydi? Davlatning siyosatiga qarab o'tirmaydi. Qayerda o'qigan bo'lsangiz ham bo'laveradi. Мәселен, және бір не болуы мүмкін, сіз Россияда қиналған болып, бұл жерге тапсырып, мен осы жерде давам еттірмекшімін деген жаңағыдай мотивациялық хатыңызды жазуыңыз мүмкін да. Аллада. Алар жоқ. Жаңа қиналған ба, негізі қиналатындай орын бар. Рахмет, табыстар тілейміз, аман болың. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Басқа сұраулар бар ма, Абат ака? Mikrofon жағылмаған. Және бір ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Дауысым естіліп тұрды ғой. Ассаламалейкум, аба, естіліп тұрды. Ақын беріп. Менің сұрауым Атабек, Тимур, қайсыңызға екенін білмеймін, бірақ та сол постдок туралы мен қызығып жатыр едім, себебі кеше ноябрь айында мен PhD жақладым Ташкентте, құқық тарауы бойынша. Оның үшін енді мынағына постдокқа қызығып жүрміз, ізін давамлау үшін. Соның үшін қандай мәслихатлар бере аласыз? Men postdokda Amerikada, O'zbekistonda doktorantura qilib, Amerikada qanday postdok qilish to'g'risida hech qiziqib ko'rmaganman-da. Qanday bo'ladi, nima, hech tushuncham yo'q. Болады. Постдокқа мен білуімше, Арканзас университетінде, сондай басқа Американ университеттерінде бір жылға грант береді. Егер тапсырып көрсеңіз болады. Ол әрбірінің мақсатқа құтылмаймыз. Біріншіден PhD жақлағаныңызбен давамlı болсын, жұмысыңыз профессор болғайсыз, докторнан болғайсыз. Ол алғанда Америкада мынандай PhD жақлайсыз, сіз репутацияңызға қарайды. Өзбекстан дипломын таналама деген сұрау бар да, PhD-ін университеттер. Лучше осы жерде PhD қылу керек бірінші. Кейін постдок қылсаңыз, кейін бір жыл постдок қылып, арқайын ауылға қайтасыз. Себебі, мен білемен, осы жерде Өзбекстанда DS, доктор наук жақлаған адам, осы жерге келген. Бұл жерде ешқандай диплом өтпеген. Осы жерде бір жыл, бір ярым жылдың ішінде кейін PhD-ні жақлаған. Осы тема бойынша қайттан зерттеулер алып барған, кейін постдок қылған. Әзір профессор болып істемекте да. Соның үшін PhD адамға қайттан PhD қылу проблема емес бұл жерде. Өзіңіздің зерттеу темаңыз болса, әзірден Америка университеттеріндегі өзіңіздің темаңыз бойынша профессорлардың ilmiy жұмысларын анализдеп, олардың пошталарына жазуыңыз мүмкін, бірге коллаборация қылуыңыз мүмкін, бір жыл, ярым жыл. Кейін тапсырсаңыз болады PhD-ға, еш проблема жоқ. Егер PhD мен постдокқа қабылдай етін болса, ол профессорлардың қолында әммесі. Бұл жерде проректорға, болмаса деканға қарап отырған нәрсе жоқ, бірге істесетін профессорыңызға байланысты көп зат. Меніңше жауап бере алдым деген үміттемін. Рахмет, Атабек, Тимур, екеуіңізге де рахмет. Болды, жақсы жауап. Ғана главный коллаборейшнді сақлау керек дейсің, соны
yig'laydi. Shuni уже ishlab boshlash kerak deysan professorlar bilan. Ha. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'lasiz. Boshqa so'rovlaringiz bo'lsa, marhamat. O'ziga chiqibdi. Boshqa so'rovlar bo'lmasa, unda jumaxlashib qo'yaylikmi? Qanday so'rovim bir bunday ko'p vaqt olmaydi deb o'ylayman. Boshqalar ham so'rov bersin deb ko'p so'rov bergan joq edim, жаңа ko'p so'zlamay aytavermay qo'yayin deb. Rahmat. Hozir men ximiyada o'qiyapman-da, 2 yilda stajim bor. PhD uchun Amerikada full scholarship alу imkoniyati ximiya tarog'ida, ya'ni men o'zimning tarog'imda qalay ekanidan to'g'ri ayta olasizmi? Imkoni bormi full scholarship aluding? Yerda ko'plab ақша kerak bo'ladimi? 50% scholarship olib qolganini o'zim to'layman bor. Yo'q, bunday u ximiya tarog'ida imkoniyat ko'p, sistem tarog'ida. Birinchidan, Ravshanbek, rahmat. Aktual so'rov. Siz doktorantura topshirishingiz mumkin. Universitetlarning saytiga kiring, professorlar bilan tanishing, ularning pochtalarini ilmiy жұмысыңызda bir tarog'ga to'g'ri keladigan professorlarning pochtalariga xat yozib, men shunday PhD'ga topshirajak. Bu professorning qo'lida ko'pincha. Sizga grant ajratib ham universitet tarafidan sol qo'llab-quvvatlasa, поддержка bersa, bunday qabullasa bo'ldi, u hech problema bo'lmaydi scholarshipda. Undan keyin research assistant yoki teaching assistant bo'lib, o'sha yerda жұмыс deb o'zingizda qoplangiz mumkin, masalan, jasov xarajatlarini qoplan. Biroq so'g'an deyin, masalan, agar universitet keluv-ketuv xarajatlarini ham yordam beradigan bo'lsa, sponsoringizda, onda boshqa joyda, жаңағыдай Timurning joyidagidek bo'ladigan bo'lsa, barib olish uchun baribir первоначальный baribir kapital kerak bo'ladi. 3000, 4000 har kimda yaxshilar. Durustmi, Timur aka? Qo'shilaman shu aytgan gapingizga. 100% topsa bo'ladi. Siz faqat shu harakat qilishingiz kerak-da, topish kerak universitetlarda. Universitet topish kerak. Juda ko'p universitetda bor o'zi. Siz doktoranturaga topshirmoqchisiz-ku. Beradi. Assistent bo'lib ishlaysiz, yordam berasiz qaysidir professorlarga. Faqat siz qilishingiz kerak bo'lgan ish tanlab olish kerak, qaysilarga topshirishdi. Shularga yozish kerak emailiga. Men shu qiziqayapman, shu topshirmoqchiman. Mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman, to'g'ri keladimi sizlarga deb yozib olish kerak. Keyin javob olasiz, keyin topshirish kerak. Bunday bo'ladi, qandaydir qilib bir nima topib olasiz-da o'zingizga. Scholarship topasiz, 100% topasiz. Faqat sizdan harakat kerak. Bu tushunarli. Rahmat. Rahmat ko'p. Timurjon, siz qimmatli vaqtingizni tungi soat 12:30 bo'lganiga qaramasdan streamga rozi bo'lib kelgan uchun, qimmatli maslahatlaringizni bergan uchun kanalimizning atidan rahmat aytaman. Ko'p a'zolar atidan, qatnashuvchilar atidan жұмысларыңызға табыстар tilayman. Rahmat ko'p. Agar tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bo'ldi, katta rahmat. Nima qo'l ko'tarib turibdi? Kimdir men endi stream birinchi marta ko'ryapman. Streamda Madiz qo'l ko'tarib turibdilarmi? Savol beraman. Madiz deb yozilgan ekan. Agar savolingiz bo'lsa so'rang, bo'lmasa tugatyapmiz. Menimcha adashib bosib ketilganimiz kerak. Katta rahmat aka. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Qatnashganlar uchun rahmat. Qo'limdan kelgancha yordam bersam xursand bo'laman. Agar savollar bo'lsa yozingizlar. Javob beraman Telegramda qo'limdan kelgancha. Birdan javob bera olmasam. Hammaning ishlariga omad. Agar Arkanzasga topshirsangiz, точно yozing menga. Arkanzas universitetiga topshirsangiz, точно yozing. Men shu yerdaman. Gaplashamiz professorlar bilan. Kelgan paytingiz ko'rishamiz, maslahat beraman, yo'l ko'rsatib beraman o'zim qo'limdan kelgancha. Hammaga omad, rahmat. Sizda o'chib qoldi aka audioingiz.
va sizniki yig'ilmayotir. Rahmet Timurjon, ko'p ko'rishamiz Xudo xohlasa ertaga. Bay bay. Ertaga Hammaga ertaga rahmat. ko'rishamiz. Sog' bo'ling.